Lexus avtomobilni olib keldilar. O'zida заводской 275 50 E22 letniy balon turgan ekan. Ularga zakaz asosida Tailandda ishlab chiqarilgan yo'l tanlamas Venom razmeri 275 50 E22 avtomashinalarni xohlasa olib berdik. Hozir uстановка jarayonlarini qilib beramiz. Protektor ko'rasizlar ham, yon tarafida ham tishlari bor. Xohlasa umuman botmaydigan balonlar. Parallel ravishda Gerivan avtomobil uchun ham zimniy Michelin X-Size 285 45 E22 avtomashinalarni taqish jarayonlariga ketdi. Shunaqa sifatli avtomashinalar bo'yicha Durjon Sagayotganda Michelin Toshkent kevrasida xohlasa barcha turdagi avtomobil uchun avtomashinalarimiz mavjud.